Assalomu alaykum. Telegramda bir ona savol beryapti. 3 yoshli qizimda limfa bezlari kattalashdi va doktorga olib borsam, doktor o'tib ketadi, vahimali narsa emas degandek qilib meni jo'natyapti. Va mana hozirgi holatda 2 yil o'tdi, qizim 5 yoshda. Limfa bezi kichkinalashmadi, naborot atrofdagi limfa bezlari ham kattalashishni boshladi. Doktor yordam bering. Limfa bezi kattalashishi bu tanani signali. Tanada muammo ketayotganligi to'g'risida. Agar u muammoni hal qilmasa, boshqa limfa tomirlari ham kattalashishni boshlaydi. Va uzoq vaqt davom etgan nagruzka limfa sistemasida bu onkologik kasalliklarga olib kelish ehtimoli ko'payadi. Hammada olib kelmaydi, ma'lum bir bemorlarda olib kelishi mumkin, nagruzka doimiy bo'lsa. Shu sababli vaqtida aniqlansa, kichkina holatida uni bartaraf qilish shunchalik oson bo'ladi. Qancha kech aniqlansa, bartaraf qilish shunchalik qiyinchilik tug'diradi. Menga bemorlar keladi, o'sha yoshi katta yoki o'sha kasalligi o'tib ketgan yoki onkologiya o'tib ketgan bemorlar kelib, menga o'z vaqtida o'shanda aniqlaganimda bu holatga kelmas edi deb aytadi. O'sha paytda o'sha ko'pchilikda o'tib ketadi deb meni yupatgan, sababi aniqlanmagan. Shu sababli shu holatga yetib keldim. Koshki o'sha paytga qaytganimda sababini aniqlab, davolasam deb bemorlar aytgan. Shunga tavsiyam limfa bezi shishdimi? Albatta buni tekshirtirish kerak, sababini aniqlash kerak va bartaraf qilish kerak. Normal holatda limfa bezi shishmaydi.